ko'chada hamma bilan zo'r muomalada, juda yaxshi, ulardan yaxshi odam yo'q. Lekin uyga kirganda juda qo'rs, qo'pol, ayoliga ham, bolalariga ham e'tiborsiz, munosabati juda yomon. Uni ko'nikma sifatida hisobga olish kerak. Ko'nikma qayerdan boshlanadi? Bolalikdan boshlanadi. Bolalikda agar ota-onasi uni fikri, uni hissiyotlari, tanasidan o'tayotgan tuyg'ularni inobatga olmay, ko'p holatlarda kamsitib, uni xohishlarini yerga urib, taqqoslayversa, bola ko'chaga intilaveradi. Ko'chada qidiradi o'sha mehrni, o'sha munosabatni, muloqotni va ko'chada uni topishni boshlaydi. Ko'chada topgandan keyin yana o'sha haligi gap odamlar nima deydi bilan bog'liq u ham. Ko'chada topgandan keyin ko'chadagilar har doim aziz va qadrli bo'lib qoladi. O'zini obro'si haqida ko'proq o'ylaydi, o'zini reputatsiyasi haqida ko'proq o'ylaydi. Bu ikkiyuzlamachilik hisoblanadi. Ko'chadagilar uchun bu zo'r, asl negizida uyda qandoq bo'lsa shundoq bo'ladi-yu. Qandoqligi, shundoqligi bo'lsa, juda badjahl, qo'rs, qo'pol, ziqna, muomalasi yo'q odamligi uyda ma'lum bo'ladi.